Ko'rgan inson. Hammaga bir necha do'stlari bor edi. Mana ustoz san'atkor Zokir akam, Vatan hoji akamlar keldilar. O'zimiz iltimos qilib shoirni chaqirtirdik hozir. Ziyovulla akam kelyaptilar. Juda chiroyli davra bo'ldi. Akajon, bugungi qilgan ehsonlaringizni Alloh dargohida husni qabul aylasin. Bu ehsonlar sharofatidan oilangizga Xudo taologa ham yana fayz baraka bersin. Ayam bilan birgalikda nabira chabiralarda o'g'il qizlarni keling, kuyovlar baxt saodatini kamolini ko'ring. Aka, siz bizni qiyomatli akamizsiz. Sizni biz juda ham yaxshi ko'ramiz. Avaz akam sabab bo'lgan, endi o'zlari o'tib ketib qoldilar. Avaz akam ruhlarini shod qilib bir oyda bir-birimiz bilan ro'para bo'lib bir pera choy ichib turamiz. Mana Adaham akam, Zokir akam, bu yerda Hamidjon, Umidjonlar mana shu davradagi yigitlarda Andijonda qanaqa bir izdihom bo'lsa, hatto andijonliklardan oldin yetib borishadi. Biz ham shuni harakatda bo'lib turamiz, chunki bir-birimizga bo'lgan mehrimiz, hurmatimiz shunaqa kuchli. Sizlarni ko'rganimizdan ham xursandmiz. Endi bugungi davra yana ham fayzliroq bo'lish uchun bir badiiy qismini boshlaylik deyishyapti. Hozir hurmat bilan yana Andijondan keyin aziz mehmonlardan Husan akam bor, hoji akam. Zo'r hofiz. Qorasuvda yashaydilar. Endi ko'p yillar televideniya orqali bir davralarda ko'rgansizlar. Hozir men chuqur hurmat bilan Kamoliddin aka shogirdi. Kamoliddin aka shogirdlari bo'ladi. Uylarida bo'lgan Kamoliddin aka duolarini olgan, yonlarida yurgan shogird Husan akam. Husan akamdan bir juft qo'shiq navbat eshitamiz. Keyin yana san'atkorlarimiz bu yerda navbat bugungi davrada hammaga tanijoning sog' bo'lsin aka. Salomat bo'ling. Siz boshqa insonsiz. Ejon, juda katta rahmat, hurmat uchun. Hamma kelganlarga ham rahmat. Patnus bu. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Marhamat so'raga navbat sizga. Yana bir narsani aytib qo'yishim kerak. Adam aka, ustozlar. Adam aka. Chapashib qo'ying. Pulga yarasha. Bu davrda mana bu so'rinda o'tirgan hamma insonlar O'g'lim akam, Kamol akam bularning duolarini olishgan. Ustozlarning ruhlari shod bo'lsin. Bugun ustozlarning ruhlarini shod qilamiz aka. Sizni davringiz, to'ylaringiz doimo fayzli bo'lgan. Chunki o'zingiz fayzligisizsiz aka. Tanijoningiz sog' bo'lsin. Alloh sizga ikki dunyo yaxshiligini ato etsin. Hurmat bilan Husan akamga navbat beramiz. Marhamat. Ko'p yaxshi maqtaganingiz uchun indamadim. Endi aka, men sizni maqtayman-da. Bundaroq gapirsam, bularga aytasizda, men hammasida Andijondan kelib pastga urib qo'ydi deb. Akam siz aka. Adaham akam shunaqa shinavandada, kuyni ham qadriga yetadi. Hofiz ashulalarni boshlasa shunaqa terib ana o'tiradilar. Biz bilan birga davralarda askiya ham qilaveradilar. Haqiqiy shinavanda, haqiqiy inson. Adaham akamga nafaqat meni, bedagi jo'ralarini ko'radi, hurmati o'sha. Sog' bo'ling Adaham aka, sizni haqiqatda yaxshi ko'ramiz aka. Shaxsan men akamdek ko'raman sizni. Sog' bo'ling aka, salomat bo'ling. Eytan basayna halkış utsa baharlar Sahra yüzü binefşe bilen lal zarlar Bulbul çemenden ağla kılır sebep yemesen gül açlanca kanca tikaman yatşarlar bulbul çemende akılır bir sebep yemesen gül açlanca kanca tikaman yatşarlar Rahat, meşakkat, astidadır
kanca çal Gel düşarlar Bir abi yora Yoram bana Har bir köyüge düşer iş düşülesi yaray Nefuzlarga bakmaz şeye hak zorlanır Oy Dünyanın kavrişindayken bildik, eyledik yara Gökha bro, azizim bro Har zorlanır bir am yoram bana Afsuslar ki olmadı Ora, ey yavrum Asirin bana Taziyatın arızı divan olur Bir an yoram bana Asıl baramadan yoram Vay Rahmet. Dilber yüzü kölgeli divana kilitler Dilber yüzü kölgeli divana kilitler Yüzün ağzı kereşme birlen canına kilitler Yüzün ağzı kereşme birlen canına kilitler Devamlı şu ridat bu canını fida kıl Devamlı şu ridat bu canını fida kıl Kakilleri bilinen Şolgana kilitler Kakil Ali bilinen Şolgana kilitler
Muhuddim. Olsaning Acha qo'pol. yo'lda ko'rgiz yuz jon agar bo'lsaning yo'lda ko'rgiz Canona bilan ko'zlarim mastona kelibdi aylagan mashrabi xasta joningni fido aylagan mashrabi xasta lablari shakkar tislari durdona kelibdi dilbar yuzingni ko'rgali devona kelibdi Yana bitta Husan aka yana bitta ayt aka. Bitta o'z yaxshi ko'rgan. Xo'p. Ha. Mama Sadiq aka bir pardani ko'tarmadi, maza qilardingiz. Bir parda ko'tarilib ko'rinib qoladi. Ha. Aziz mehmonlar, hali aytganimizdek davramizda san'atkorlar juda ko'p. Endi hozir yoshlardan ham navbat bo'lsin. Yoshlar ham ashulashsin. Kattalardan boshladinglar deyapti. Endi Mirzoga navbatini desam, menga to'g'rimay qolyapti. Bo'lmasa Ulug'bekjondan bir qo'shiq eshitamiz. Kelgan ekani. Yo'qmi?